Şinxan ayımızga lag'mali chiqadigan oshxona birsi rasmiy ochildi. Bu yerga chiqayotgan lag'manning turimi ko'pga, lag'manlarmi bak o'xshayotir ekan. Mushtoq lag'man xumori va do'stlarimiz chuqur bir kelib ketishni qat'iy unutmanglar. Do'konni bugun ochib oldik. Ha, ochib oldik. Lag'mali chiqadi. Lag'mali chiqadi. So'man yo'q. So'man bor, gambiya so'man chiqarib qo'ydik so'man qarta. Belak so'man yo'qmi? Yo'q. Qanday lag'manlaring bor masalan? Lag'mandan quyruq lag'man, lapiz lag'man, ko'ksay lag'man, o'y lag'man, boshqa lag'manlar chiqadi. Endi belak oshxonada butun toboq chiqib kelsalar, bu do'konda nima chiqadi? Lag'mali chiqadi endi bunun sababi bormi yo'qmi? Bor sababi. Ha. Lag'manni asosligimizda ko'ksay lag'manni endi qo'y go'shtidan dardamansız qilib, attuqu lag'manni. Cho'nglag'im maskildi, yoshlag'im maskildi. Kasaljan tang yo'bing adamlarga maskildi tamoqlarimiz yo'q. Demak, maysiz, dardaman qatmaysiz. Dardamansız. Qon besimi o'ra odamlar kelsa yesa yeydi. qon tegmaydi deganga. Yog'larimiz birinchi darajalik yog'ni ishlatdik. Material yaxshi. Material yaxshi. Go'shtni qo'y go'sht ishlatamiz. Go'sht chiqmaydi. Jiq go'sht. Amsa yana qanday lag'man bor? Bundan boshqa lapiz lag'manlarimiz bor. Lapizning kilosini 75 qo'ydan eklib, shunaq o'lchamli qildik. O lapiz lag'manni ochiq yeyma deguchilarga kelib tekpaqishini so'raymiz. Bu go'shtning kilosi 65 qo'y. Sizlar lapiz lag'man ishlatgan lapizning kilosi 75 qo'y. Bu go'shtning qiymat lapizgina va? Ha, go'shtning qiymati chiqib qoldi lapizda. Olsa masalan lapiz lag'manniki lapizdan bash go'shtiga yivasaqmi? Yo'q tamlik deydi u. Ha, tamlik. Undaq bak degankidek men ochiq emas ish qilib shunday yeyishlik uloza. Lapiz lag'man bor, aniki atgalik nashliqmi bor? Atgalik nashliq va nashliqqa tangmen, manta, yudiyo, qo'shgal, umash, süt, atgan choy, tuxumdan tatib. Demakchi bo'g'ini nashliqlarning turmushi undaq. Mo'lchilik demakchi. Asosligi lag'man. Tangmen ikki xil biznikida. Ha, qanday tangmen? Odatlik tangmen, ondan jaru tangmen deb tangmen. Jaru tangmen. Ha, ikki tangmen qildim. Jaru tangmenga go'sht olib turamizmi? Ha, go'sht olaymiz. Pulusi ham odatlik tangmen 5 qo'y, jaru tangmen 10 qo'y. Bana go'shtiga. Ha, go'shtiga. Amsa bugun tijorat boshlab oldinglar. Bugun haqsiz chayni bir vatto. Haqsiz chayni berdik. Amsa ekran oldidagi qarindoshlar, o'rtoqlar, mosh lag'mayni yoqtirgan do'stlar, akalar, ochilar, hadalar, ukalar. Amsa shinxonayimizga mana kelaylik ko'nitam lag'man xonasi rasmiy ochildi. Bu asosligi shu lag'man asos qilgan do'konga so'mandan bir xil so'man bor ekan, gambiyan so'man. Mush gambiyan so'man yeydigan, anikin asosligi lag'man xumori va lag'man yoqtirgan do'stlarimiz kelib qolsanglar, ko'p bilan lag'manli bor ekan. Uningning boshqa yoqsi yo'q, salang ochim-machi tamoqli yo'q ekan. Lag'man yeysam deb kelsanglar mishada, chiqayotgan lag'manning turmi jiqgan, masalan ko'ksay lag'man bayam dedi. Quyruq lag'man, lapiz lag'man, o'y lag'man degandek har xil yangilik lag'manlar bor ekan. Endi bak ko'ksay lag'man alaydi ekan. Darman qatmaymiz, maysiz holat chiqdi. Ishlatgan maylarimizmi birinchi darajali maylar odam badaniga ziyon qiladigan. Qon besimini o'rnatib turadigan, diabet odamlar qolib qolsa, ziyon qilmaydigan holat tanchigan mudaq bir lag'manga bo'cho, risifliq. Endi mushtaq yangi tomoqlarni chiqarib qo'yibdi, endi lag'man xor va do'stlarimiz, mush film chiqqandan boshlab, mishaning lag'manlarini bir tetib qolsak ularga degan do'stlar, mush to'xtaymizdiki, Aqaltin O'ltiraq rayoning sharq tarafidagi, yana mushu Guanxujun O'ltiraq rayoninki qarshi tarafiga joylashgan Kilayli ko'nitam quyruq lag'man xonasiga kelish unutqanmanglar. Yangidan ochildi. Muhitim shundaq ozoda, pakiz, ustamlarimiz o'ynaga ustikan. Bizmi tamoqlarni yapaqdiq, tamoqlar tetidi, shunga men so'zlayapmiz. Sizlarning mushaninki yangilik lag'manlarini bir tetbiq ketishinglarni chin ko'nglimiz umid qilamiz. Sizlarning mushakilishinglarni qizg'in qarshi olamiz, shunami emasmi? Sizim gap qilgan ekran oldidagi xayridalaga. Shunday qilib, yangidan bugun tijorat boshlab oldik. Do'stlarningki kelib tamoqlarimizni yeb, qimmatlik taklif fikrlarini berishni so'rayman. Bo'ladi amsa, yurak besib qo'yinglar, apilarni ko'plab taqib qo'yinglar. Shinxon ayimizga mushtaq lag'manlar chiqadigan lag'man xonning birisining eshilganligini, bu lag'man xonning ismininki kelayli biz ko'nitam quyruq lag'man xonasi ekanligini, o'rnininki Aqaltin O'ltiraq rayoning sharq tarafiga, Guanxujun O'ltiraq rayoning oldiga joylashganligini, Shinxondagi xalqimiz lag'man xumor do'stlarimiz bir bilib qolsin, foydali qolsin. Amsa sizlarni ne saqlaymiz? Kelayli ko'nitam quyruq lag'mani degan oshxonani saqlaymiz. Xayr xo'sh, kelinglar jibo.